vatandaşlar. Şarkı Türkistan sürgünde hükümeti televiziyasının haberler programısına görüşenlerine kısmını karşıladınız. Fransiya Milliy Majlisi payshanba kuni bilet tashlab, biriga qarshi 169 ovoz bilan Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizib kelayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Bu irqiy qirg'inchilik o'yinlari deb bilingan 2022-yillik Beijing qishliq olimpik tantarbiya musobaqasi o'tkazilishiga intayin oz vaqt qolganda yuz berdi. Bu qaror Fransiya parlamentining Tuvan palatasidagi sotsialistlarning taklifi Cumhur Reisi Emmanuel Macron'ның Cumhuriyetçi Hareket Partisining qo'llashi bilan chiqarildi. Sharq Turkiston sürgünde hükümeti Fransiya Davlat Majlisining Xitoyning ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilganlik uchun rahmat aytadi. Shundaqla Fransiya Cumhur Reisi Emmanuel Macron va Fransiya Yevropa tashqi ishlar ministrligining Xitoyning bu vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishini talab qiladi. Sharq Turkiston sürgünde hükümeti dal shu kuni, ya'ni 20 noyabr kuni Sharq Turkistonliklar Fransiya Milliy Majlisining Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizib kelayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilganligiga opirin o'qidi. Fransiya hukumatini buningga ovoz qo'shishga, Beijing 2022-yillik qishliq olimpik tantarbiya musobaqasini boykot qilishga chaqirdi degan temada axborot e'lon qilgan bo'lib, axborotda mundaq deyildi. Fransiya Davlat Majlisi payshanba kuni bilet tashlab, biriga qarshi 169 ovoz bilan Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Bu irqiy qirg'inchilik o'yinlari deb bilingan 2022-yillik Beijing qishliq olimpik tantarbiya musobaqasi o'tkazilishiga intayin oz vaqt qolganda yuz berdi. Bu qaror Fransiya parlamentining Tuvan palatasidagi sotsialistlarning taklifi Cumhur Reisi Emmanuel Macron'ның Cumhuriyetçi Hareket Partisining qo'llashi bilan chiqarildi. Sharq Turkiston sürgünde hükümeti Fransiya xalqi va Fransiya Davlat Majlisining Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qarata yurgizgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qilganligiga opirin o'qidi. Fransiya Milliy Majlisi Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb tonigan 9-davlat parlamenti bo'lib qoldi. Sharq Turkiston sürgünde hükümetining bosh ministri Salih Xudoyer apandi biz Fransiya Milliy Majlisining Xitoyning ishg'oliyati ostidagi Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qarata yurgizayotgan vahshiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilganligiga rahmat aytamiz. Shuning bilan birga Fransiya hukumatining Xitoyning vahshiyligini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishini, Beijing 2022-yillik qishliq olimpik tantarbiya musobaqasini butunlay boykot qilishini talab qilamiz dedi. Sharq Turkiston sürgünde hükümeti dunyodagi barliq hukumat va parlamentlarni Xitoyda 2022-yili 2-oyda o'tkaziladigan Beijing qishliq olimpik tantarbiya musobaqasini to'liq boykot qilish, irqiy qirg'inchilikdan qochib chiqqan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga panohlik berish, xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga Xitoy ustidan sunilgan Sharq Turkiston da'vosini qo'llash qatorliq ahamiyatli harakatlar orqali Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan vahshiy irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishni talab qiladi. Sharq Turkiston sürgünde hükümetining bosh ministri yordamchisi, Fransiya Uyg'ur birligining muavin raisi Mirqadir Mirzat apandi biz Fransiya hukumatidan Fransiya xalqining irodasiga hurmat qilib, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishini, xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sunilgan da'voni qo'llashini, Beijing qishliq olimpik tantarbiya musobaqasini boykot qilishini talab qilamiz dedi. Fox xabarlari Amerikalik Uyg'ur Golden State Warrior'ning sahibini Uyg'urlarga qarshi inkas tufaylidan ayblab, irqiy qirg'inchilik inkarchisi deb sarlavlik bir xabar e'lon qilgan bo'lib, xabarda mundaq deyildi. Amerikalik Uyg'ur siyosatchi, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining qurg'uvchisi, Sharq Turkiston sürgünde hükümetining bosh ministri Salih Xudoyer kapitalist James Palihapitiyaning hech kimning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan kar bo'lmaydi degan razil inkosidan keyin NBA komandasiga mablag' selishni boykot qilishga chaqiriq qildi. Payshanba kuni Fox xabarlariga bergan bayonotida amaliyotda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini inkor qilishga urinadi. Bu chuqur kun tartibga kelishi kerak. Palihapitiyadek savdo sarxillari shirkat sohiblarining yuz berayotgan ishlarni butunlay nazardan soqit qilib, ko'maski sag'andek hech kimning kari yo'q degan razil inkosini qaytirishi haqiqatan kishining g'ururini sundirdi. Sharq Turkistonda yuz berayotgan 21-asrdagi irqiy qirg'inchilikni hech narsa bilan, Amerikadagi hech bir ahvol bilan selishtirg'ili bo'lmaydi.
Uyg'urlarning ahvoli Amerikadagi kishilik huquq ahvoli bilan o'xshasa, men million qatim minnatdor bo'lardim dedi. Salih Xudoyor Uyg'urlarning namoyish qilib so'zlash, saylangan rahbarlarni tanqidlash erkinligidan mahrum ekanligini, agar undaq bo'lgan taqdirda jazo lagerlari va turmalarga tashlanib o'ldirilganligini aytdi. U kasbiy sarxillarni milliarder bilan savdo qilishdan voz kechishga chaqirdi. Salih Xudoyor yana NBA komandasining kechirim so'rashda samimiy emasligini o'tirg'a qo'ydi va qonuniy javobgarlikka tortilishini talab qildi. Warrior Palixapitiyaning inkosining Warriorga vakillik qilmaydiganligini bildirgan bo'lsa-mu, Salih Xudoyor buningda samimiyatsizlikning borligini aytib yetarli ko'rmadi. Bizning qilishga tegishli zarur ishimiz dushman bilan kurash qilishdir. Bu hammamizga farz bo'ldi. Kavkaziyaning hurriyati uchun eng oxirgi o'q, eng oxirgi qilich, hatto eng oxirgi bilak bilan urushmagan kofirdir. Kufr va xiyonatning jazosi marhamatsizlik va o'limdir, deydi Kavkaz qahramoni Sheyx Shaman. Sharq Turkistonning vaziyati allburilla buni taqozo qiladi. Biz vatanimizning mustaqilligi uchun haqiqiy niyat bilan kurash qilishda bakka kechikdik. Bu dushmanning kuchayishini qulaylik bilan ta'minladi. Biz talay vaqtlarni nafsimizning, nom-shuhratimizning, hasad va kibrlarimizning kayniga kirib, ma'nosiz o'tkazib o'tdik. Biz buni yana davomlashtirsak, buning bedelini oxiratda ig'ir to'laymiz. Helimo niyatimizni to'g'rilab, mustaqillik uchun kurash qilsak, Allohning kechirimiga, yordamiga erisha oladiganligimizdan qilchimi shak yo'q. Musulmon Allohdan hech bir zaman umidini uzmaydi. O qudratli mehribon Alloh o'ziga samimiy yaqinlashganlarga o'z karomatini ko'rsatganligiga va'da berdi. Hammamiz iymonimizni amalimizda namoyon qilaylik. Mustaqillik uchun kurash qilmagan g'ofildir, xoindir, jahildir. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.